Agar siz bilan biz insonlarni haqiqiy sharmanda qiladigan qiyomat kunida Alloh taolo aybimizni ochib sharmanda qilishini xohlamasak, dunyoda odamlarning aybini, birodarlarimiz aybini yopaylik. Xatoga, adashlikka tushgan musulmonga qiladigan muomalarimizdan yana bir turi muloyimlik va yumshoqlik. Bu gapni gapirsang, odamlar hayron bo'ladi. Qanaqa qilib muloyim muomala qilasiz? Xatoga ketgan, gunohga kirganga. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu oldiga Shomlik bir kishi kelardi, ulfatchiligi bor edi. Birdan yo'q bo'lib qoldi. Umar ibn Hattob falon kishiga nima bo'ldi, kelmay qo'ydi deb so'raganida, ashoblar "Ya Amiral Mu'minin, araqqa berilib ketdi bu odam" dedi. Umar ibn Hattob araq ichgan kishiga qanaqa muomala qildi? Kotibini chaqirdi, yozdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu rasulillah, amma ba'd. Umar ibn Hattobdan falonchiga: "Senga salom bo'lsin. Albatta qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qiluvchi, tavba tazarruni qabul qiluvchi, azobi qattiq va in'om ihson egasi bo'lmish Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir, magar uning o'zigina bordir. Faqat uning o'zigina qaytarilur." Shu xatni yozdi. Qaytaramiz. U qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qilguvchi, tavba tazarruni qabul qilguvchi, azobi qattiq, in'om ihson egasi bo'lmish Allohdir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Faqat uning o'ziga qaytarilur. Boyagi kishiga maktub yetganda maktubni o'qidi. Qayta o'qidi, yig'ladi. Qaytarar edi. Gunohni mag'firat qiluvchi, tavba tazarruni qabul qiluvchi, azobi qattiq. Bu oyatlarni qayta o'qirkan, sidq dildan tavba qildi. Umar ibn Hattob maktubni yozyotib aytganida sahobalariga: "Duo qilinglar birodarlarning haqqiga. Qalbi bilan Allohga qaytsin" dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "La takunu avna shaytoni ala axikum." Birodaringizga qarshi shaytonning yordamchisi bo'lib qolmanglar deganlar Imom Buxoriyda. Demak, bir birodarimizni aybi kelsa, bir birodar kamchiligi aytilsa, uni yomonlab, uni yana ham yerga tiqib, shaytonga yordamchi bo'lishida